Shohruxxon sizga xiyonat qilganini qachon bilib qoldingiz shunda? Guli degan qizga ko'p ashula aytadi. Guli ism menimcha shu Guli bo'lgan. O'zim bilaman u Gulini. Guli. Yana ashula aytsalar, yana Guli. Siz ham hayron qoldingizmi? Va men o'zim qanaqa hayron qoldim. Pastga tushsam Shohruxxon, tepaga chiqsam Shohruxxon. Shohruxxon bobosiga ketgan ekanda, to'g'rimi? Bobosiga tortgan desam, albatta men adashmagan bo'laman. Mana shu yarmisi meniki ekanda. Yarmisi muxlislarniki. Qalbi bilan gapiraman deb pauzalar ushlayapti. Ko'proq, lekin bu texnicheskiy xato. Yo'qmi? Da. Ya, Rahim yig'ladi. Kim yig'ladi? Kim yig'ladi? Rahim. Ha, gapirgan gaplari zo'r bo'ldi. Buni kesish kerak. Qani kim bor? Mana bu yoqda pichoq. Ben hatto turib, oxirida Nabis bravo, bravo dedi. Shohruh jusasi sal kichkina bo'lsa ham, lekin unda yurak katta-da, unda. Men uni sezib turaman-da. U sahnaga chiqqan paytida ham o'sha yurakni balki ritmini ham sezarman men sahnada o'tiribdi. Doim shu men kuzatib o'tiraman, pastda o'tiraman. Qo'lim shundoq duoda bo'ladi.